Oyi, dada, men maktabga ketdim. Maktabga to'g'ri borib, to'g'ri kelgin. Qizlar bilan gaplashmagin. Yo'q bo'ladi. Oy, 5 baholaga o'qigin. Xo'p, xo'p. Oyi, dada, men kollejga ketdim. To'g'ri o'qishga borib kelgin. tag'in qizlarga qaramagin, ha? 5 baholaga o'qigin, o'g'lim. Xo'p, xo'p, xo'p. Oyi, dada, bugun institutda birinchi kuni. Yaxshi borib kelgin. Qizlarga qaramagin. To'g'ri borib, to'g'ri kelgin. 5 baholaga o'qigin. Xo'p. Oyi, dada, men ishga ketdim. Ishdan qaytishda sizlarni pensiyalarni ham olib kelaman. Ha, chigirtkani bo'ydog'i. Qara. Qachon uylanasan? 9 yil maktabda o'qiding. 2 yil kollejda o'qiding. Universitetda o'qiding. Shuncha yildan beri bitta qiz bilan aqd paymon qilmadingmi? O'zinglar aytmaganmi? To'g'ri o'qishga borib kelgin, 5 bahoga o'qi. Gap qaytarma.